Har bir salmoqli yutuq ortida ulkan iste'dod, mehnat va yaratilgan imkoniyatlar mujassam. Bugun Yangi O'zbekistonda yosh sportchilarni qo'llab-quvvatlash, ularning salohiyatini ro'yobga chiqarish hamda xalqaro maydonlarda katta natijalarga erishishi uchun munosib sharoit yaratishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Ana shu islohotlarning amaliy ifodasi sifatida Farg'ona viloyatida buyuk g'alabalarga poydevor bo'ladigan yana bir muhtasham sport majmuasi yoshlar uchun o'z eshiklarini ochdi. Mazkur maskan iste'dodli yoshlarni kashf etish, ularning mahoratini oshirish va katta sport sari dadil odimlashiga xizmat qiladi. Har bir xalqaro g'alaba bu nafaqat sportchining zafari, bu prezidentimiz rahbarligida amalga oshirilayotgan izchil islohotlar, yoshlarga yaratilayotgan keng imkoniyatlar va ularga bildirilgan yuksak ishonchning yorqin samarasidir. Shu bois sportni rivojlantirish bugun davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylandi. Bu yo'ldagi muhim qadamlardan biri davlatimiz rahbarining gimnastika sport turlarini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori bo'ldi. Qarorga muvofiq respublikaning qator hududlarida zamonaviy gimnastika markazlarini tashkil etish, ularning moddiy-texnik bazasini mustahkamlash va yuqori malakali sportchilarni tayyorlash bo'yicha keng ko'lamli vazifalar belgilandi. Farg'ona viloyatida foydalanishga topshirilgan gimnastika sport turlariga tayyorlash markazi ana shu islohotlarning yana bir amaliy ifodasiga aylandi. O'zbekiston Respublikasi Sport vazirligi, O'zavtosanoat aksiyadorlik jamiyati hamda Farg'ona viloyat hokimligi hamkorligida bunyod etilgan ushbu zamonaviy majmua yosh iste'dodlarni kashf etish, ularning salohiyatini ro'yobga chiqarish va katta sportga puxta tayyorlashga xizmat qiladi. Hozirda sportga berilgan e'tibor qatori gimnastika sport turlariga ham juda katta e'tibor berilyapti. Farg'onada barpo etilgan gimnastika markazi Farg'ona viloyat gimnastika sport turlariga ixtisoslashtirilgan sport maktabi negizida tashkil topdi. Markazga butun vodiy bo'yicha sportchilarni jalb qilish imkoniga ega bo'ldik. Aytishimiz mumkin, sport maktabimiz bundan oldin sport zal, umuman murabbiylarga yaratilgan sharoitlar ta'mirtalab holatga yetib kelgan edi. Hozirda amalga oshirilgan rekonstruksiya ishlari, yangidan qo'yilgan jihozlar respublika bo'yicha o'quv mashg'ulot yig'inlari o'tkazsa bo'ladigan sharoitga yetkazildi. Shu fursatdan foydalanib muhtaram prezidentimizga tashakkurimizni izhor qilmoqchimiz. Loyihaning birinchi bosqichida 174 o'rinli zamonaviy yotoqxona hamda 100 o'rinli oshxona foydalanishga topshirildi. Shuningdek, gimnastikaga ixtisoslashtirilgan sport maktabining mashg'ulot zallari to'liq rekonstruksiya qilinib, 91 turdagi zamonaviy sport jihozlari bilan ta'minlandi. Tantanali ochilish marosimida ta'kidlanganidek, mazkur markazning foydalanishga topshirilishi nafaqat Farg'ona viloyati, balki mamlakatimiz gimnastika sporti rivojida ham muhim bosqich bo'ldi. Avvalambor bu albatta davlatimiz rahbari tomonidan sportga bo'lgan katta e'tibor va prezidentimiz tomonidan berilgan topshiriqlarni Qoraqalpog'istonda Nukus shahrida yangi shunday zamonaviy gimnastika maktabi va Samarqand viloyatidagi gimnastika maktabini qurilishida biz ham bu yerda ishtirok etib olmoqdamiz. O'zbekistonda chempionlarni yetishishida albatta hissamizni qo'shganimizdan biz faxrlanamiz. Tadbirning eng quvonchli lahzalaridan biri sifatida prezidentimizning sportchilarga bo'lgan yuksak e'tiborining yana bir yorqin ifodasi namoyon bo'ldi. Davlat rahbarining sovg'asi sifatida markaz tarbiyalanuvchilari uchun zamonaviy avtobus topshirildi. Shundan so'ng ramziy tasma kesilib, mehmonlar markazida sportchilar uchun yaratilgan barcha zamonaviy sharoitlar bilan yaqindan tanishdilar. Keng va yorug' mashg'ulot zallari, xalqaro talablarga javob beradigan jihozlar, tibbiyot va tiklanish xonalari, bularning barchasi bir maqsadga xizmat qiladi: kelajak chempionlarning yuksak natijalari uchun mustahkam zamin yaratishga. Men 2006-yildan beri trenerlik faoliyati bilan shug'ullanib kelaman. Bunaqa sharoitlarda ishlashni biz orzu qilardik. Bunaqa imkoniyatlardan yana ham yaxshiroq foydalanishga harakat qilamiz. Hozirgi kunda meni shogirdlarim 6 nafar sport ustasi chiqqan. Hozirgacha Xitoy davlati Zuni shahrida bo'lgan Osiyo chempionatida Kamayev Timur degan shogirdim dastakli ot mashqida faxrli 3-o'rinni oldi. Bugungi o'zgarishlarda endi
Xudo xohlasa biz Amerikada bo'lib o'tadigan Olimpiadaga ham harakat qilamiz. Prezidentimizni yaratib berayotgan imkoniyatlariga rahmat aytamiz. Ko'proq chempionlar chiqarishga harakat qilamiz. Endilikda mazkur markaz O'zbekiston sharafini xalqaro arenalarda munosib himoya qiladigan kelajak chempionlarning mashg'ulot maskaniga aylanishi shubhasiz. Zero Olimpiya medali musobaqa kuni qo'lga kiritilsa-da, uning haqiqiy tarixi aynan mana shunday zamonaviy sport maskanlarida malakali murabbiylar va tinimsiz qilingan mehnat orqali yaratiladi. Я призер чемпионата Азии по спортивной гимнастике. Men sport gimnastikasi bo'yicha Osiyo chempionati sovrindoriman. Shuningdek, Belarus, Ozarbayjon, Xitoy va Janubiy Koreyada o'tkazilgan xalqaro musobaqalarda ishtirok etganman. Rostini aytsam, ana shunday zamonaviy sport zalini uzoq vaqt intizorlik bilan kutgan edim. Ayniqsa, yangi sport jihozlari o'rnatilganini ko'rib, mashg'ulotlarga bo'lgan qiziqishim va ishtiyoqim yanada ortdi. Endi yanada ko'proq mehnat qilib, nufuzli xalqaro musobaqalarda qatnashish uchun bor kuchimizni sarflashimiz kerak. Snaryadlarda ishlash juda ham qiyin edi. Snaryadlar bo'sh. Singan narsalar juda ko'p bo'lgan. Hozir hamma narsa yangi, juda ham chiroyli. Odam ishlagisi keladi shunaqa zallarda. Juda ham chiroyli qurilgan. Prezidentimizga kattakon rahmat. Shuncha yoshlarga bizga katta e'tibor berib, shuncha qurib berganlarga hammasiga rahmat. Bu yaratilgan imkoniyatlardan samarali foydalanib, yurtimizning bayrog'ini ko'tarishga va'da beramiz. O'z avtosanoat aksiyadorlik jamiyati prezidentimiz tashabbusi bilan amalga oshirilayotgan bunyodkorlik va ijtimoiy ahamiyatga ega loyihalarni izchil qo'llab-quvvatlab, mamlakatimiz sport infratuzilmasini rivojlantirish va yoshlar salohiyatini ro'yobga chiqarishga munosib hissa qo'shishda davom etadi.